Hörmətli Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentlikinin xəbərlər proqramısında görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgün hökumətinin Tashqi ishlar və bexatarlik ministri Salih Xudayarning boshchiligidagi hökumət a'zolari 16 avgust kuni Chushi Gangdurak o'rlik kurashchilarini xotirlash murosimiga qatnashib, Şərq Türkistan sürgün hökumatiga vakolatan sürgündəki Tibet parlamentining a'zolari, Markaziy Tibet idorasining Tashqi ishlar və bexatarlik ministri Dolma Giyari və uning xizmatdoshlari Tibet mustaqillik harakatining qo'llovchilari bilan ko'rishdi. Salih Xudayar Şərq Türkistanning Tibet bilan ittifoqlashishi kerakligini yana bir qatam ta'kidladi və Xitoyning mustamlakachiligiga qarshi turish, ikki davlatning mustaqilligini asliga keltirish uchun ikki davlat xalqi o'rtasidagi hamkorlikni cho'nqurlashtirishning ahamiyatini ta'kidladi. Chushi Gangduruk ayni vaqtdagi Tibet partizanlar atriti bo'lib, 1958 yili 6 oyning 16 kuni rasmiy tashkillangan. Chushi Gangduruk 1956 yilidan 1974 yilgacha Amerika Markaziy axborot idorasi partizanlar guruhini qo'llashdan chekinganga qadar Xitoy Xalq Jumhuriyati armiyasi bilan jang qilgan ekan. Şərq Türkistanның ahvoli anlatilgan və Şərq Türkistandagi krizisning hal qilish chorasida tunishtirilgan maqola e'lon qilindi. Amerikalik mutafakkur xabar tori 13 avgust kuni Trumpning keyingi tinchlik kelishimining g'alaba qilishidagi yaxshi kandidat nomli maqola e'lon qildi. Maqolada mundaq deyildi: Yaqinqi nurg'un dokladlar Prezident Trumpni Somalilandni mustaqil davlat deb e'tirof qilishga chaqirdi. Armeniya va Ozarbayjon prezidentlari bilan o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida muxbir Somaliland to'g'riliqni so'radi. Dunyo miqyosida uzun zamondan beri chetishgan guruhlar orasida tinchlik kelishimnomalari tuzgan, o'zini haqiqiy kelishimnomalar tuzguchi o'rniga loyiq deb qaragan Prezident Donald Trump bu yangi davlatlarni kuchlantirishga yordamchi bo'lish uchun kishining havasini qo'zg'aydigan va taqdirlashga tegishli fursatga ega. Qozog'istonning sharqiga joylashgan, erkinlikka tashna bo'lgan Sharq Turkiston deydigan bir davlat bor bo'lib, hozir Xitoyning ishg'oliyati ostida. Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb atalmoqda. Dunyoning mutlaq ko'p qismi Xitoy hukumatining etnik tozalash va bostirish, maxfiy urush tashviqoti sababidan bu davlatni anglab boqmagan. U yerni bilmaydi, ammo siz Uyg'urlarni cho'qim anglagan bo'lishingiz mumkin. Bu davlat Sharq Turkiston o'z taqdirini o'zi belgilash uchun kurash qilganda Xitoy tarafidan ziyonkashlikka uchraydi. Bu yil 7 oyning 25 kuni Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Tashqi ishlar və bexatarlik ministri Salih Xudayarni ziyorat qildi. U tamlarga qahramonlarning surati esilgan Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Washingtondagi ishxonasida o'tirib, o'zining hayoti ustida to'xtalgandan keyin xalqining kulturi va Şərq Türkistanning ahvolini anglatdi. U o'zining hayoti ustida qisqacha to'xtalgandan keyin xalqining kulturi va mustaqillikni asliga keltirish sababini anglatdi. Uning aytishicha, u Sharq Turkistonning Oti shahrida tug'ilgan. Uning dadasi 1998 yili Amerikaga chiqib panohlangan. 2000 yili 6 oyda Salih Xudayar va oilasidagilar Amerikaning Beyjingdagi bosh elchixonasining yordamida Amerikaga jam bo'lgan. Ular Oklahomaga kelib o'ltiraqlashgan. Oklahomada Salihning dadasi tunaydigan Sharq Turkistonliklarni o'ltiraqlashgan. Salihdan ana yurtidagi balalik davrini so'rganimda Musulmonlarning hayitlarni o'z ichiga olgan muhim kunlarda balalik aslamalarini, oila yig'ilishini, kishini afsuslantirdigini, Xitoy soqchilarining tog'asining Sharq Turkistonning mustaqilligi to'g'risidagi kitobni o'qiganligi uchun uning uyiga besib kirganligini anglatdi. Uning aytishicha, Sharq Turkiston har vaqt xaraslarga duchor bo'lgan. Bu rayon dastlabda Sovet ittifoqining ta'sir doirasining bir qismi bo'lsa-mu, ammo o'ziga xos salohiyat va nisbiy mustaqillikni saqlab kelgan. Sovet ittifoqi 1949 yili 2 Sharq Turkiston Jumhuriyatining rahbarlik qatlamini qaslab, Xitoy Kompartiyasi Mao Zedong hokimiyat beshiga chiqishi bilan shu vaqtdagi hukumatning tajovuzchiligiga qarshi turishning oldini oldi. Bugunga qadar Uyg'ur xalqining Xitoylar bilan o'rtoqligi yo'q deyarlik bo'lib, u Xitoy hukumatining Xitoyning g'arbiy sifatida o'ziga qo'shib olish siyosatining ta'sirida dafsanda qilinmoqda. Xitoyning 1949 yildagi ishg'olidan keyin muajiratda 2 Sharq Turkiston Jumhuriyatining hayot qolgan rahbarlari 1962 yili Qozog'istonning Olmaota shahrida Sharq Turkiston Milliy komitetini qurgan. 1998 yili O'rta Osiyoda, Turkiyada Sharq Turkiston da'vosi cheklangandan keyin mustaqillik harakati g'arbga qarab yuzlangan. 2004 yili Sharq Turkiston sürgündü hukumati Washingtonda qurilgan. Salih Xudayar musulmon dunyosining, hatto turk dunyosining
Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi turiga o'rtaq bo'lganlikdan O'rpalastin uchun ovoz chiqarib, tarixiy davlat Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning qiyinchiligiga parvo qilmaganligini, hatto ziyon solganligini, O'rta Osiyodagi kommunist rahbarlari, musulmon hukumatlar va turk davlatlarining xiyonat qilishiga qaramay, surgundagi Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish niyatidan yanmay harakat qilganligini, dastlabki qadamda bu qiyin ahvolga bo'lgan to'nishni oshirish uchun ko'rsatgan tirishchanlikdan keyin Trump hukumatining Xitoyning Sharq Turkistondagi zulm, assimilyatsiya va irqiy qirg'inchiligiga bo'lgan to'nishini oshirganligini aytdi. Konkret qilib aytganda, Xitoy Kompartiyasi hukumati Sharq Turkiston xalqining otalaridan qolgan yerlarini, simvollik qurilishlarni yo'q qilmoqda ekan. Ularni qarorlik holda jazo lagerlariga avatadigan va ularni xohlagancha dafsanda qiladi ekan. Terrorizm va osiylik qilish bilan ayblaydi ekan. Salih Xudoyerning qarashicha, har kuni 100 dan ortiq Uyg'ur 1200 dan ortiq lager va turmalarda o'lmoqda ekan. Jasadlari yerlik jasad ko'ydirish o'rinlarida ko'ydirib etildi ekan. 2019-yili taxminan 150 nafardek Uyg'ur yolg'iz bir jazo lagerida 6 oy ichida qazo qilganligi xabar qilingan. Organ yig'ilish tadqiqoti bilan shug'ullangan amerikalik mutaxassislar qurultayda har yili taxminan 25 mingdan 50 minggacha Uyg'urning a'zolari uchun o'ldirilganligini bildirdi. Bu xabarlarga qaramay, Xitoy atalmish Shinjongdagi organ yig'ilish asliyalarining sonini 3 hassa ko'paytirishni planlaganligini e'lon qilgan. Kelgusidagi Uyg'ur avlodlarining tug'ilishining oldini olgan. Xitoy hukumati aldamchilik tashviqotini butun kuchi bilan ishlatib, chet eldan kelgan ziyoratchilarga Uyg'urlarni xuddi xushal-xuram, baxtli qilib ko'rsatgan. Xitoy bir qism Uyg'urlarni faqat diaspora mahallalarini nazorat qilish uchun siyosiy faoliyatlarga qo'shilmaslik sharti bilan shartnomaga imzo qo'ydirib chet ellarga chiqarmoqda ekan. Dunyo insoniy axloqini asos qilib, Salih Xudoyerning yurtdoshlarining beshiga kelgan ishlar bilan aloqador bo'lishi kerak. Sharq Turkiston surgundi hukumati Sharq Turkistonning besilgan bir davlat ekanligini e'tirof qildirish uchun dunyoga bo'libmi Amerikaga qanday besim qiladi? G'arb kuchlari Xitoyning dunyodagi g'oyat zo'r va tahditkor ta'sirini cheklamoqchi. Sharq Turkiston Xitoyning ojiz nuqtasi. Rayonning Xitoyning O'rta Osiyo, Janubiy Osiyo va Yevropaga kirish eg'izi bo'lishdak strategik ahamiyati, bir balvoq bir yo'l tashabbusidagi roli va Xitoyning bu rayondagi harbiy iqtidori Xitoyning barliq ziddiyatlarini pasaytib, to'liq hukmronlik o'rnatish kerakligidan darak beradi. Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik harakati bo'libmi Amerika va Hindiston bilan bo'lgan yoshirin to'qinishlarning oldini olish rolini o'ynaydi. Qisqagina 6 oy ichida Prezident Donald Trump misli ko'rilmagan tinchlik kelishimi tuzdi. Uzundan buyon Kongo va Rwanda, Tailand va Kambodja, Armeniya va Ozarbayjon shunaqla Isroilni e'tirof qilgan kelishimnomalarni tuzdi va Abraham kelishimiga qatnashgan arab davlatlarining soni kun sayin kuchaymoqda. Prezident Donald Trump asr davlatlar qonunida belgilangan prinsiplarga asosan Amerikaning sobiq Sovet ittifoqi hukmronligidagi barliq davlatlarning erkinligini asliga keltirishiga yordam berishdagi qat'iy irodasini namoyon qilib, Sharq Turkistonning egilik huquqini e'tirof qilish va erkinlik, mustaqilligini asliga keltirishni qo'llashi kerak. Trumpning Sharq Turkistonni e'tirof qilishdagi dadil diplomatik harakati texnik qarshilikqa duch kelmoqda. Chunki Xitoy rayonda hokim va nurg'ulg'an davlatlar bir balvoq bir yo'l qurilishining ishtirokchisi. Qandaqla bo'lmasin, Xitoy hukumatining Sharq Turkistonni qonunsiz egallab olganligiga qarshi har qanday tirishchilik bu rayonning texnik tinchligi va dunyodagi kuchli Amerika uchun texnik cho'ng bir qadam. Trump hech bo'lmaganda Uyg'urlarning qiyinchiligini hal qilish uchun Xitoyga qaratilgan yumshoq kuch jazosini kuchaytira oladi. Salih Xudoyer va uning surgundi hukumatidagi yo'ldoshlar dunyoning istoshligini ifodalab, ziyonkashlikni oxirlashtirishni talab qila oladi va bu masalani boshqa joylarning prezident Trumpni, ya'ni boshqa g'arb davlatlarini erkin Sharq Turkistonni e'tirof qilishga va Xitoyning yer sharidagi hukmronlik o'rnini oxirlashtirishga da'vat qilishini kutadi deyildi. Artur Shefferning mazkur maqolasi Sharq Turkistonning hurligi demak, Xitoyning yer shariy ta'siri bilan kurash qilish demakdir degan farqli tema bilan Amerikalik Azimat xabar to'ridimi 18 avgust kuni e'lon qilindi. Xalqaro tor halqali Xitoy tadqiqot turi yaqinda davlat halqigan bostirishning oldini olish dokladini e'lon qildi. Dokladda Uyg'ur diasporasi o'rnak qilingan bo'lib, qisqacha mazmuni tuvandikicha. Davlat halqigan bostirish zo'ravon davlatlarning chegara sirtidagi o'qituvchilar va diaspora guruhlarga besim ishlatish yoki qo'rqitish harakatini ko'rsatdi. Xitoyning Uyg'ur qozoq diasporasini bostirishi uning atalmish Shinjong Uyg'ur avtonom rayonidagi ichki milliy siyosatining muhim omili. Demokratiyaga nisbatan mustabidlikni yaxshi bir tanlash sifatida sungan
Xitoyning sirtidagi yumshoq kuch taktikasining asosiy tarafi. Bu dokladda fuqarolar jamiyati tashkilotlari va hukumatlarning davlat halqigan bostirishga qandaq inkas qaytaradiganligi, uning ta'siri Uyg'ur va Qozoq diaspora jamiyatida qo'llanilgan oldin olish strategiyasi analiz qilingan. Analizda qanday qilib aslidagi xizmatlarni ishlab, davlat halqigan bostirishning oldini olg'ili va azaytqili bo'ladiganligi ustida izlanildi. Bu Türkiye, Qozog'iston va Angliyadagi o'xshamagan qonun sistemasi ichida faoliyat olib berayotgan 30 necha tashkilot bilan olib berilgan suhbatni o'z ichiga oladi. Davlat halqigan bostirishning oldini olishda Uyg'ur va Qozoqni markaz qilgan tashkilotlarga nisbatan eng yaxshi amaliy harakat qanday bo'ladi? Dokladda bayqilishicha, Uyg'urga munosabatlik masalalar ustida ishlayotgan fuqaroviy tashkilotlar davlat halqigan besimga duch kelyotidi hamda tor bexatarlik mutaxassislari bilan maslahatlashish, yerlik hukumatlar bilan hamkorlashish, shundaqla shaxsiy uchurlarni torda ham bayirlashdan saqlanish qatorliq o'zlarining azaytish taktikasini taraqqiy qildirmoqda. Bu taktikalar uchurdan teng bahralanish, tarbiyalash va nazorat qilishni texmo moslashtirish orqali oldin olish strategiyasi sifatida texmo unumli bo'la oladi. 15 avgust kuni Sharq Turkiston Milliy Ozodlik harakatining rahbari marhum davlat atamiz Abduqodir Damulamning shahid qilinganligining 110 yillik xotira kuni edi. Sharq Turkiston surgunda hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati bu qayg'uli kunni xotirlab, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishga bo'lgan va'dasini yana bir qatim yangiladi. Hukumatning va Milliy Uyg'unish harakatining Abduqodir Damulamning shahid qilinganligining 101 yilligiga bag'ishlab yozgan bayonotida mundaq deyildi. Marhum atamiz Abduqodir Damulamning shahidlik ro'yi va ta'limotlari xalqimizni yetaklaydi. Chunki biz Xitoyning mustamlikasi va irqiy qirg'inchiligiga qarshi turib, mustaqilligimiz va egalik huquqimizni asliga keltirish uchun kurash qilamiz. 1862-yilda tug'ilgan Abduqodir Damulam hayotini ma'rif, e'tiqod va qarshilik ko'rsatish orqali millatni uyg'otishga bag'ishlagan. U ozodlikning ma'rifatdan boshlanganligini va mustamlika hukmronligiga qarshi turish, vatanini qo'g'dashga tayyorlangan bir avlodni yetishtirgan. U 1924-yili 8-oyning 14-kuni tajovuzchi Xitoyning vakolatchilari va qo'llovchilari tomonidan qasdlab o'ldirilgan. Ammo uning mustaqillik qarashi mangu davomlashadi. Uning shogirdlari 1933-yili va 1944-yili ikki qatam Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirib, jumhuriyat e'lon qilib, uning ajrining meva berganligini isbotladi. 1949-yildagi tajovuzchilikdan keyinmi uning ta'limotlari xalqimizni davomli yetaklab, necha 10 yillik irqiy qirg'inchilik va mustamlikachilikka qarshi urush o'tini lavullatib keldi. Uning hayoti bizga milliy mustaqillik ko'rishining muqaddas majburiyat ekanligini, egalik huquqini asliga keltirish, uni qo'g'dash orqali millatimizning avlodma-avlod mavjudligini qo'g'dag'ili bo'lganligini ko'rsatdi. Uning shahid qilinishi bizni ittifoqlik, jasorat va qarshilik ko'rsatishga chaqirdi. Bu xotira kunida Sharq Turkiston Milliy harakati Abduqodir Damulamning izini bosib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun bo'shashmay kurash qildiganlik to'g'risidagi va'dasini yanglaydi deyildi. Haqiqat istamsan. Abduri Uyg'ur Odil. Dardi yo'q, darmoni yo'qdan qudrat istamsan. Ruhi chirkinlardan madad istamsan. Bag'ri qattiq tosh yurakdan shafqat istamsan. Bu haqiqatsiz jahondan haqni istamsan. Parvonasiz yog'chirog'dan parvona istamsan. İrfanı yo'q, yov go'dakdan irfon istamsan. Masligi yo'q vijdonsizdan vijdon istamsan. Bu ezilgan millatingga qurbon istamsan. Haqni so'rab, ul Tangridan javob istamsan. Qilib xizmat millatingga savob istamsan. To'ntagi yo'q bu jahondan hayot istamsan. Bo'lmasa ya qimmati bor mamot istamsan. Sapqiningdan tamg'anni hamma o'zdamsan. Muhabbat yo'q bir suratni jon va do'st damsan. Haqiqatni ko'rmaganni yaxshi ko'rdamsan. Shaxsiy olam ichra doim janon istamsan. Gulzori yo'q ko'kchimandan bulbul istamsan. Bog'vini yo'q shajaristondan bir gul istamsan. O'tmishingda xoqon turib haykal istamsan. Jon fido deb haq adolat yo'lini istamsan. Manba Erk gazeti 238-son 1949-yili 6-fevral. Uyg'urchaga ag'diruvchi Burhan Muhammad. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat.
kelar qadimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.